Kuz-qish mavsumiga kirib keldik va sovuq tushishi bilan avvalo avtomobili gazda harakatlanadigan haydovchilarning yuragiga g'ulg'ula tushadi odatda. Sababi esa sir emas, gaz quyish shoxobchalarida tortilish yuzaga keladi. Muxbirimiz mana shu masala yuzasidan mas'ullarga mikrofon tutdi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, bu yil unday muammolar kuzatilmasligi uchun barcha choralar ko'rilgan. Shoxobchalarga gaz o'z vaqtida yetkaziladi va elektr tokida ham uzilishlar bo'lmaydi deb ishontirishmoqda. Har sovuqda shu bo'lar takror, har mavsum ham shunday o'tadi. Jon dilimiz bilan bu va'dalarga ishongimiz keladi, xuddi avvalgidek. Avvalgi yillar ham ishongan edik, lekin holat va'da qilinganidek bo'lib chiqmadi. Lekin baribir umid so'nggi nafasgacha ilinib turaverar ekanda. Hech qanday masala bo'lmaydi. Iste'molchilarga tabiiy gaz yetkazib berish borasida Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati kuz-qish mavsumiga to'lig'icha ayni paytda tayyor. Bir necha yillardan buyon hududlardagi gaz quyish shoxobchalarida kuz-qish mavsumida kilometrlab navbatlar yuzaga kelishi sir emas. Hattoki poytaxtimizda ham kezi kelsa mana shunday holatlarga guvoh bo'lamiz. Adashmasam, O'zbek nefti-gazga o'chib turgan benzin uchun o'chib turgan mashina. Gaz quyish shoxobchalari ishlamaganida benzinga ham navbatni ko'ravering. Bu yil ham mana shu an'ana yana takrorlanadimi yoki vaziyatni o'zgartirishga harakat bo'ldimi? metan zapravkalar bo'yicha bugun mavjud iste'molchilarimiz barchasiga hozirgi kunda me'yorida tabiiy gaz bilan yetkazib beriladi. Hech qaysi birida hali cheklov o'rnatilgan holatlari mavjud emas. Kompressor shoxobchalari ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu orqali iste'molchilarimiz kuz-qish mavsumida tanqislik vujudga kelgan taqdirda ham ularni o'sha avtotransport vositalarini tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojlarini to'liq qoplash imkoniyati yaratiladi. Kuz-qish mavsumida aholi iste'molchilarini, umuman iste'molchilarimiz barchasini yetarli bosim va hajmda tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojlarini qanoatlantirish maqsadida qilinadigan ishlarimiz barchasi tayyorgarlik ko'rilgan. O'tgan yilgi vujudga kelgan muammolarimizni anchayin yechimini topish imkoniyatiga ega bo'ldik va joriy qilingan yangi texnika, texnologiyalar yordamida iste'molchilarimizga qo'shimcha qulayliklar yaratib beriladi. Yoqilg'i quyish shoxobchalariga gaz muammosiz yetkazib berilyapti ham deylik. Ammo har yili elektr tarmoqlaridagi uzilishlar oyoq ishlardagi kolonkalarning ishlashiga ham ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda aholi ham tabiiy gazda muammo yuzaga keladigan bo'lsa elektrdan foydalanadi. Elektr tizimichi bu kabi bosimlarga qay darajada tayyor? Biz bu borada Respublika hududiy elektr tarmoqlari tashkilotiga ham savollarimiz bilan yuzlandik. O'tgan yilda kuzatilgan muammolarli hududlar tanlab olinib, ular hududlarga bo'linib, qizil hududlar alohida tanlanib olindi va bu yil juda katta modernizatsiya ishlari hamda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik yuzasidan katta ishlar amalga oshirildi. Xususan, 30 ming kilometrdan ortiq tarmoqlar mukammal ta'mirdan chiqarilgan bo'lsa, 10 mingdan ortiq transformator punktlari mana shunday mukammal ta'mirlash ishlari olib borildi. Yana 8 ming kilometrdan ortiq tarmoqlar yangitdan qurildi. Birdan boshlab barcha energiya tizim 24 soatlik ish rejimiga o'tkazildi. Ayni paytda hududlarda shtablar ishlamoqda. Uzoq yillardan beri aholini qiynab kelgan muammoga yechim izlanayotgani quvonarli albatta. Ammo mas'ullar har qancha ishontirishmasin, natijani va bahoni mavsumda xalqning o'zi bergani ma'qul. Muhammad Amir Hayotzoda, Kozimjon Samuxjonov, Gapiring Plus dasturi uchun.